Assalamu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Nur Mehmet. Kanalımıza a'zo bo'lishni unutmang. Ko'pdan ko'p rahmat. Bu qitimli mazmun boshlash oldida sizlardan bir savol so'rab qo'yay. Sizning qon tipingiz nima? A deganlar bo'lishi mumkin, B deganlar bo'lishi mumkin, AB deb baqan bo'lishi mumkin, ya ba'zilari ma'noshimda o'ylab qolganlar bo'lishi mumkin. Balki bu savol to'g'ri javob beradiganlar ancha ko'p bo'lmasligi mumkin. Javob berilgan taqdirda faqatlam A, B, AB yoki O deyish mumkin. Bugungi videomizda sizlar bilan shu qon tipi to'g'ri biroz mazmundan so'zlamoqchi. Qon bedanimizning hamma yerida bor. Buni bilamiz. Qon bedanimizning hamma yeriga oziq to'shiydi, oksigen to'shiydi, buni bilamiz. Endi biroz inchiklab kirib baqsak, qonning tarkibida 4 xil hujayra bo'ldi. Ular yana qizil qon hujayrasi, oq qon hujayrasi, qalb plastinkasi ham qon zardabi. Bu 4 xil qon hujayrasining har xil rollari bo'ldi. Ba'zilari oksigen to'shiydi, ba'zilari oziq to'shiydi, ba'zilari badanning immun kuchini kuchlantirdi. Ba'zilari virusga, mikrobga qarshi turdi. Shu yuqorida deb o'tgandek bir muncha rollar bo'ldi. Hamda bu mazmunlar keyinchalik tafsilroq so'zlab o'tishimiz mumkin. Bugun asoslaydiganimiz bu qizil qon hujayrasi. Bu qizil qon hujayrasi asosli butun bedanimizga oksigen to'shiydigan rolni o'ynaydi. Agar bedanimizda oksigen bo'lmasa, shu oksigen bo'lmagan organ o'lishi mumkin. Masalan, menga qon bo'lmasa, men o'ladi. Yurak qon bo'lmasa, yurak o'ladi deganda. Hamda qon tipi degan nima? Bu yerdagi qon tipi deganimiz dal shu qizil qon hujayrasining tipini ko'rsatadi. Hammamiz o'zimizning qon tipini bilishimiz. Chunki bu qon tipi sizning hayot mamot masalalangizga taqishdi. Agar bedaningizda bir cho'ng bir qon chiqib ketish bo'lib qolsa, yoki Alloh saqlasin bir qatnash vaqasida uchrab qolsangiz, yoki siz ayol bo'lsangiz bir bal tug'ish oldida bo'lib qolsangiz, bu deb o'tgan ishlarda hammasi bedaningizda cho'ng qon chiqib ketishi mumkin. U chog'da sizga cho'qim bu sirtdan qon berish lozim. U sirtdan berilgan o qon cho'qim sizning qon tipingizga o'xshash bo'lishi kerak. Shu vaqtda shu sizga yoki shu qonni olgan odamga o'xshash bo'lmagan qonni berib salsa, qon tomirining ichida bu qonlar o'zaro reaksiya ko'rsatib, parchalanib ketib, eng oxirida qon uyushish masalasi kelib chiqadi. Eng oxirida odam o'lib ketishi mumkin. Shunga davlatning ko'p organlarida cho'qim qon tipingizni so'raydi. Eng oddiysi shopirlik klinikasining orqasiga qarab baqsangiz, ashadam sizning qon tipingizni yozib qo'yadi. Buning sababi biz aboy deb o'tgandek, agar bir qatnash vaqasida uchrab qolsangiz, bedaningizdan jiq qon chiqib ketib qolsa, u chog'da sizning qon tipingizni tekshirib yurmay, chunki tekshirish uchun eng oz deganda 1 soat ketib qoldi. Shunga qon tipingizni tekshirib yurmay, udilan bir sizning qon tipingizga o'xshash bo'lgan qonni berdi. Shunga qon tipingizni bilish, bu xuddi mening bo'yim qanchalik ekan, eg'irligim qanchalik ekan degan o'xshash muhim bir masala. Endi ikkinchi bir muhim masala, qon tipi qancha xil bo'ldi. Hozir dunyoda meditsinada asosli 2 xil usulda bu qon tipini araydi. Yeni birincisi biz to'la anglaydigan ABO qon tip sistemasi. Yeni birisi bizga yangidan tonish bo'layotgan RH qon tipi sistemasi. Endi bu qon tipini ayrishniki bir tarixni qisqacha bir so'zlab o'taylik. Qon tipini eng boshda 1900-yili Avstriya Viyana olim maktabidagi bir olim, ya'ni Karl Landsteiner tunji bo'lib qon tip sistemini bayqagan. U qon tipi sistemasini asoslari A, B, O deb 3 tipga bo'lgan. Ham shu yili o'sha bayqash natijasidan bu olim Nobel mukofotiga erishgan. Onundan keyin bu olimning 2 o'quvchisi chiqib, bu qon tipining 24-si borligini so'zlabdi. U yana AB qon tipi. Endi bu Karl degan olim 1937-yili yana bir Alexander degan olimdan birga bu ikkinchi sistem, ya'ni RH qon sistemasini bayqagan. Bu qon tip sistemasi deb keldik, endi ABO bor dedik, RH bor dedik. Bularni nima ifodalaydi? Bular asosliga shu qon hujayrasining yuzida bo'lgan antigenlarningki har xil turlarini ifodalaydi. Bu odamning qon tomiridagi qonlarning shu yuzida, shu hujayraning yuzida bir muncha antigenlar bo'ldi. Bu antigenlarni tunish uchun ular ism berish kerak. Bu asosliga bu ABO bilan RH sistemasini ishlatadi. Birisi shu ABO qon tip sistemasi bo'lib, bu sistem bilan tunilgan antigenlardan ikkisi bor. Bu ABO qon tip sistemasida bu shuni dediki, bu qizil qon hujayrasi yuzida asosiga ya A bo'ldi, ya B bo'ldi. Ya bo'lmasa ikkisi bo'lmaydi, ya bo'lmasa ikkisi teng bo'lgan bir ahvol bo'ldi deb bu 4 xil ehtimollik bo'ldi ekan. Agar shu qon hujayrasi yuzida faqat A antigen bo'lsa, u chog'da qon zardobida bu A antigenlam tunuydigan, B antigen tunmaydigan bir xil razvedchik antibodyni ishlab chiqardi ekan. Demak, bu odamning benda bu A antigenli qon bor, qizil qon bor, ham B qonga qarshi bo'lgan bir antibody bor. Bu chog'da odam bedaniga sirtdan bir qon bersa, bu agar B qon sistemi bo'lib qolsa, u chog'da bu ikki qon o'zaro uyushmay, qon hujayrasi parchalanib, eng oxirida qon nuqtasi bo'lib, shu orqali bu qon boradigan organlardagi qon tomirlar to'silib qolib, shu organlar zaxm bo'ldi, shu organlar qon borolmaydi, oksigen ololmaydi, u chog'da organlar o'lib ketadi ekan. Ya'ni A antigenli qonni faqatlam A qon tipi bo'lgan kishilar berasiz, yoki AB qon tipi bo'lgan kishilar berar ekansiz. Endi B qon tipi bo'lsa, dal mana A ning ta'turi deb tushunsan bo'ldi. Ya'ni shu B qon tipi bo'lgan kishilarning qon tomirida A'ga bo'lgan antibody shakllandi. Bu kishilarga A qon berilsa, bu odamlar o'lib ketishi mumkin. Shuningdek B qon tipi bo'lgan kishilarga faqatlam ya AB qon berasiz, yoki B qonni berasiz. Yana bir ehtimol bo'lsa, bu qon hujayrasi yuzida ham A antigen ham B antigen bo'lib qolsa,
Bu çağda bu kan zerdabıda hech qanday antibody ishlab chiqarmaydi. Şu bu xil kishilarga qon berishni oldida şu birdan qonning ichidagi razvechik antibodilarni tozalab olsa, bu AB qon bo'lgan odamga A qonni berasiz, B qonni berasiz, O tipi qonni berasiz. Lekin bu AB qon bo'lgan kishi qonni elib hergizmo ya A'ga ya B'ga bərsulmaydı. Çünkü karşı tarafınınki birinde ya B'ga ya A'ga bo'lgan qarşı antibody var. Şu bu AB qon kirib qalsa, o berib qonlarni o'zaro uyushamaydi kelib chiqadi. Hamda 4-chi ehtimollik, ya'ni 4-chi qon tipi, ya'ni O qon tipi. Bu O qon tipining qon hujayrasi yuzda ya A antigen yo'q yoki B antigen yo'q. Shunga buni O qon tipi deb qo'ydi, yoki 0 qon tipi deb qo'ydi. Turklar 0 qon tipi deb qo'ydi. Shunga bu turdagi qonda qon zardabı içinde hem A'ga hem B'ga bo'lgan razvechik antibody paydo bo'ldi. Shunga bu kishilar qanida bu ikki xil razvechik antibody bo'lg'achqa boshqadan keyin qonlar yaxshi olinmaydi. Faqat O'dan kelgan qonlar olinadi. Dünyadaki insanlardaki en çok tepilen kan tipi, yani O kan tipi, onun karşı A kan tipi, B kan tipi boğan kişiler bir kadar az oldu. Ama en az boğanı AB kan tipi kişiler. Biz hem de AB O kan tipi sisteminde bulduk. Hem de yeni bir kan tipi sistemisi var. Daim işletilen bir kan tipi sistemisi. O bozumu RH kan sistemisi. Bunun da şu kan hücresi yüzdeki antigen karta koyulan bir isim sistemisi bulup, bu sistemde texmi köp 49 xil bargan şu ayrı usulu bakın. Hem de bunun için en mühim boğanı Çoğ C, küçük C, çoğ D, küçük E, çoğ E de bu 5 tür tibi sahada bir kadar mümkün. Hem de bu 5'ten içindeki en mühimi büyük D. Eğer kan hücresinin yüzüde şu D boğan RH antigen bop kalsa bunu pozitif deyimiz, RH pozitif deyimiz. Eğer şu kan hücresinin yüzüde şu çoğ D boğmay kalsa bunu RH negatif deyimiz. Bunda diyenlik bu kan hücresi yüzüde ABO yokken diyenlik emez. ABO mu ba? Hem bu RH var demek. Hem de dünyada 190 kişilerindeki qini RH pozitif oldu iken. Hem de bu kaymakturan mezmunlar tüyap kaldı. Şuna kılıp qinimiz bu iki türlü kan sistemisi asasen A pozitif, A negatif, B pozitif, B negatif, AB pozitif, AB negatif, O pozitif, O negatif de bu 8 türlü bölündü iken. Sizin qininiz bu 8 türlü içinde birisi. Hem de bunun nasıl yeni bir monç kişi türleri var. Hem de ulanı demesek mi buludu? Bu azırkı dünya tibi medisinasının asası bu 8 türlü kanıga asasen ya kan beriş, ya kan eliş, kan taqdim qilish işlerini elip beradi. Mesela meniki B pozitif, şuna bana A negatif yamsa A pozitif kan berip salsa men öyle gidişim mümkün. Belki siz burun yana müşki qini, nağıt qimmetli boğan kan, asiplan kan deb bir narsa algan bolsanız mümkün. O qimmetli kan dal şu 8 kan tipi içindeki AB negatif qini. Bunlar kişiler dünyada belki %1 boluş mümkün. Hem qo'shimcha kichik bir ma'lumot deb o'tay. Bu AB degan bu müşki qini, qimmetli qandan boshqa texmi qimmat bo'lgan bir qon bor. Uni oltin qon deb qo'ydi. Bunda qini bo'lgan kishilar dunyoda 43 dan kishi bor ekan. Bularning qinida mana shu RH degan bu antigen 49 xil antigen bor dedik. U antigenning hech biri yo'q ekan. Uni RH 0 deb qo'ydi. Hamda xalq tilida oltin qon deb qo'ydi ekan. Bu xil kishilar mana shu ABO'lar o'xshash bo'lgan kishilarning hammasi qon beradi ekan. Ammo chataq yeri bu xil kishilar o'zida qon az bo'lib qolgan chog'da, o chog'da xalqdan qon topolmaydi ekan, ham xatarli ahvolda qolib qoldi ekan. Bu kishilar o'zining turgan yerini adat to'rlar deb bilmaydi ekan, mening bundaq muhim qinim bor demaydi ekan. Uni deb salsa, niyat yomon kishilar berib ularni tutulib yomon ishlar qilish mumkin ekan. Hamda bu kishilar qanaqa qilgan desangiz, yilda 2 qitim qon berib, ash qonni qon bankasida saqlab qo'ydi ekan. Hamda keyin kelgusida agar qon lozim bo'lib qolsa, shu qonni elib chiqib qayta ishlatadi ekan. Ammo bir masala bor. U bo'lsa bu ota-onalar bola orasidagi qon tipi munosabati. Hamda burungi zamonlarda shu qon tipining bir-bilan uyushmasligi bilan bolaning o'zining emas ekanligini farq qilgan bir usul bor. Hamda hozir ekran ko'rsatganimiz dalmish ota-onalarning qon tiplari bilan tug'ilgan bolalarda bo'lish imkoni bo'lgan qon tiplari tizimlikni chiqarib qo'ydik. Qiziqishlar ko'rib boqsa bo'ldi. Masalan, bu tizimlik ichidagi birinchi qo'r qarasangiz, ya'ni ota-onada birisi A bo'lsa, yana birisi A bo'lsa, balada hamsa A yoki O bo'ldi ekan, B yoki AB bo'lish mumkinligi yo'q ekan. Mush orqali o'zingiznikini, balangiznikini misolga boqsam bo'ldi. Hamda burun bu tizimlikni %100 to'g'ri deydik. Hozir me'lem ko'pincha kishilar mushu usul kunib qolg'ashqa doktorxonaga borib bolasiniki qon tipini tekshirib qo'yib ba'zi qarorlarni berdan bo'lib qoldi. Ammo fan texnikaniki bu taraqqiyotga ergishib, bu ABO qon tipi sistemaga tushmaydigan ba'zi kichik o'xshamashlarni tepib chiqdi. Şoň hazır bu balanınki özüni ve öznamasligini bilip biqish üçün gen tekşirişli bardan bu qaldı. Endi ahir deydigan bir mesele bu qan tipimizni qandaq bilalaymiz. Qan tipimizni bilish üçün çoxmu doktorxonaga tekşirişiniz kerak. Endi buni alayda eskartishim sebep normalda siz ağrıp qalgan çağda doktorxonaga qan tekşirgan çağda
ular qon tipini tekshirishni atayın. Çünkü adamning qon tipi tug'ilishdan bo'lgan bir narsa. Shunga arqin doktorxona berib qon tekshirgan chaqda alohida sizning qon tipingizni tekshirib o'ltamaydi. Normalda doktorxona ilk baran qon tekshirishi odatda qiningizda bir yalloq bormi yo'qmi, qansizlik bormi yo'qmi, qandagi shu ba'zi moddalarda yuqorilash, tuvanlash bormi yo'qmi, shularni tekshirdi, ammo qon tipingizni alohida tekshirib o'ltamaydi. Agar mana qon tipingizni bilmoqchi bo'lsangiz, u qon tekshirish oldida cho'qim doktordan alohida talab qilishingiz kerak. Turkiyada odatda sog'liq o'chog'i, ya'ni sog'liq punktida o'zini qiningizni tekshirib olasizsiz, ham qon tipingizni bilalaysiz. Lekin tekshirishdan cho'qim doktordan talab qiling, o'sha qon tipini tekshirib baxsini bilamdi deb so'rashingiz kerak. Ham bu sog'liq punktida odatda haqsiz tekshirsiz. Shunga tekshirib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Ham qon tipi bilan munosabatlik mazmunlar shuncha bo'lib tursin. Agar bugungi mazmunni foydali his qilgan bo'lsangiz, yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, atrofga taqib qo'ying, do'stlaringizga tavsiya qilib qo'ying, to'rda ham bahrilanib qo'ying. Texnik odamlar bilib olsin. Pastki bosh barmoqni besib qo'yib bizni qo'llab qo'ying, bizga a'zo bo'ling. Sizning qo'lishingiz bo'lganlar biz texnik ko'p yaxshimizdan chiqarishga tirishamiz. Ko'pdan ko'p rahmat, ko'rishga salomat bo'linglar. Allohga emanet.